80 santimetrga mo'ljallangan Miele brendidan Germaniyada ishlab chiqarilgan induksionniy panel встроенный vichkasi bo'ladi. Xohlasangiz uгольный filtrda ishlatsangiz bo'ladi, xohlasangiz o'zini отвод qilib yuboring. Ko'pincha ostrovga qo'yiladigan model bo'ladi. Yoqib ishlatib ko'rsatib beraman. Vichkasini yoqib ko'rsataman mashinistini. Mana hozir ishlayapti. Tortishini ko'ryapsiz. Moshina vichkasi bo'ladi. Biz hozir o'chiramiz-da. Mana suvimizni qo'yamiz. Boost rejimni tanlaymiz. Pishirayotgan mahsulotingizga qarab, chiqayotgan tutunga, parga qarab o'zi nastroyka qilib oladi. Ikkinchi ko'rishga o'tdi уже. Bu tortishini ko'rsanglar bo'ladi. Panelimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, bizga obuna bo'ling, bizani ko'rishda davom eting.